Xo'p, bu video munosabatlar haqida bo'ladi yana. O'zi munosabatshunos bo'lib ketdim вообще. Bitta brat fizika haqida mana shunaqa menga o'xshab gapirib chiqishlarini ko'rib, men qanaqangi mayda-chuyda, qanaqangi muhim ishlar bilan shug'ullanyapman deb o'ylab qoldim-da, lekin endi o'zini o'zi oqlash mas'ul, lekin munosabatlar ham muhim juda ham. Xullas, men albatta masalan odam ajratish emas yoki pol ajratish emas, ya'ni jins ajratish emas. Yigitlarni qanaqadir xatosini bilsam, aniqlasam, topsam, albatta buni ham video qilib chiqib aytaman, lekin aynan bu videoda qizlarni xatosi haqida bo'ladi. Xo'p. Xullas, men albatta zamon teskari bo'lib, qizlar birinchi harakat qilsin, yigitlarga o'zi birinchi qadam tashlasin degan narsani olg'a surmoqchi emasman, lekin shunga yaqin gaplar aytmoqchiman. Buni chegaralari juda yupqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushunishga harakat qilinglar, что u tomonga chegaradan o'tib ketib qolmanglar. Ya'ni tushunadiganda. Men ham tushuntiradigandan o'tib ketmaslikka harakat qilaman. Xo'p, xullas, vaziyat ozgina qiyin baribir. Yigit kishi qiz bola uchun harakat qilish kerak, uni ko'nglini olish kerak. Masalan, umuman tanimaydigan bitta qizni ko'rib qoldingiz, sevib qoldingizda, lekin masalan, uning uchun harakat qilasiz-ku, mana yigit kishi bo'lib harakat qiladi-yu, yigit kishi gap otadi, yo'lini poylaydi, xat yozadi, bir nimalar qiladi-da. Va bilasizmi, qachonki ozgina murakkab mavzuda, o'shaning uchun imkon qadar eplab yig'ib olasizlar-da. Xullas, yigit kishi shunaqa harakat qiladi, lekin masalan qiz yoqtirmasa va qiz yo'q xohlamayman, yo'q yaxshi ko'rmayman sizni deydigan bo'lsa, buni ikki xil tushunish mumkin-da. Birinchisi, masalan, noz qilyapti, uyalyapti, boricha aytgani ichidagilarda, o'shaning uchun yo'q deyapti degan bir narsani ham tushunishimiz mumkin-da, chunki shunaqalar bo'ladi ko'pincha. Va ikkinchi tomoni haqiqatan yo'q, haqiqatan xohlamayotgan bo'lishi mumkin-da. Va qanday ajratib olamiz buni degan savol bo'ladi-da. Haligi ikkala holatda ham bir xil yo'q, bir xil xohlamayman deb tursa-da, buni biz qanday ajratib olamiz? Bu juda ham qiyin narsa-da. Haligi bu tomonlama masalan yaxshi ko'rsa, sal kulib, qandaydir ishoralar qilib xohlamayman deydi, haqiqatan xohlamasa oyog'ida qattiq turib oladi degan narsa bo'lsa kerak deb o'ylagandim-da men. Lekin juda ko'p kuzatuvlar natijasida aytaman, unaqa emas. Ya'ni aynan qat'iy oyoq tirab turib olgan, yo'q xohlamayman degan qizlar ham rozi bo'laverganini ko'rdim-da. Va xuddi shunday haligi o'zi rozilikka maylligi bor, qandaydir sal qarab, kulib bir sal nima deydi, umid bordek ko'ringan qizlar yo'q xohlamayman deb oxirgacha mana shu pozitsiyada, oxirgacha mana shu javobda qolganini ham ko'rdim-da. Haligi hech qanaqasiga nima qilib bo'lmaydi, yo'lini ajratib bo'lmaydi-da ularda. Aralash-quralash bo'lib ketganda. Xullas, men o'zimda ham masalan qaysidir qiz boshqacha kulib qarab, boshqacha qandaydir gapirib, qandaydir o'zini boshqacharoq tutib meni yonimda va unga qachon sevgi haqida gap ochsam, yo'q, hech qachon unday narsa o'ylamaganman, nima bo'lmagan, xohlamayman degan pozitsiyaga o'tib olyapti-da. Va bu juda ham g'alati. Yigitlar albatta ular ham mayda-chuyda detallargacha e'tibor berib qiz tanlaydi, lekin juda ko'p holatlarda yigitlar juda oddiy odamlarda, erkaklar juda oddiy odamlar, unga haqiqatan yonida bo'lib
mehr berib sevadigan qiz bo'lsa, ochig'i jin kampir bilan ham yashab qo'yaveradi menimchada. Shunaqa nimasi ham bor, shunaqa holatlar ham ko'pincha bo'ladida. Xo'p, o'zi mana shu pozitsiya aynan yonida kim bo'lishidan qat'iy nazar, muhimi sevsin, ehtiyot qilsin, himoya qilsin, qadrlasin degan narsa bu qizlarga nisbatan ishlatilardida. Qizlar mana shunaqa odam tanlamasida, ular harakatga qarab aniqlardida. Masalan, bu ko'proq harakat qilyapti men uchun, bu ket desam ham ketmayapti, bu har doim yonimda bo'lishga harakat qilyapti, shuni tanlayman deyardida. Lekin oxirgi paytlarga kelib to'g'risi juda aralash quralash bo'lib ketdi. Ana qizlar nima deydi, shunaqa pozitsiyalari ham bor ularda. Bitta вообще никто odam bo'ladida, yigit bo'ladida, hech kim emasda. Uni atayin atrofda shuncha munosib, haligi shunchaki oddiy, tarbiyali, yaxshi insonlar turib, u qiz aynan o'sha nikto, umuman hech kim emas, umuman hayotda bir maqsadi yo'q, umuman bir kimdir bilan ishi yo'q. Qo'pol qilib aytgim kelmayapti-da, просто haqiqatdan bir umuman harakati yo'q, boshqasi yo'q. Odamni tanlab, shunaqa yigitni tanlab, undan kimnidir yasab olmoqchi bo'ladi-da, haligi yigitni, xuddi hech kim bo'lmagan yigitni odam qilmoqchi bo'ladi-da, tarbiyalab, bir nima qilib olmoqchi bo'ladi. Va ko'pincha buni uddasidan chiqisha olmaydi. U masalan kinolarda, ertaklarda haqiqatdan qiz sabab yigit o'zgarib nima bo'lib ketadi-yu, lekin bilasizlarmi, ko'p holatlarda odam qachon o'zgaradi? Qachonki qattiq bir zarbadan keyinda u mehr berib, sevib o'zgartirish qiyin. Sevib boshqa qilib, haligi mehr berib, keyin tashlab ketsa, ana u yigit o'zgarishi mumkin-da qanaqadir. Lekin boshqacha holatlarda bilmadim. Xullas, endi missiya bajarilsa bo'ldi-da degan narsa ham bo'lishi mumkin. Muhimi yigit odam qildimi yo'qmi degan narsa bo'lishi mumkin. Lekin baribir kelar просто ikkita odam, mana bitta yigit bilan bitta qiz, просто zo'r tarbiya olib, zo'r ilm olib, yaxshi bir oddiy, odobli insonlar bo'lib, katta bo'lsin-da, bir-biri bilan baxtli bo'lsin. Haligi bu ham kimnidir qutqaraman yo yigitlardan nimaga ko'ngli qolib ketgan, odamlarga nimaga ishonchi qolmagan buni men buni qutqaraman, men buni odamlarga ishonchini qaytaraman, hayotga qaytaraman deb qaysidir buzilib ketgan, aynib ketgan qizda qaramasin-da, normalniy qiz qarasin-da. Qizlarda ham xuddi shunaqa narsa. Endi ozgina asosiy mavzudan boshqa tomonga ketib qoldik, lekin qaytib olamiz hozir. Xullas, shunaqangi narsa bor. Aynan qizlar, men shunaqa taklifim bor, shunchaki qizlar aynan o'ziga yoqqan yigit uchun harakat qilsin. Qizlar aynan o'ziga yoqqan yigitga bir qo'pol namyoklar bersin, qanaqadir 100% tushuniladigan yoki shunchaki ochiqchasiga bir maqsadga o'tib tushuntirilsin degan bir fikrim bor-da hozircha men boshqacha endi yo'lni o'ylab topa olmadim. Yoki bilmadim, qanaqadir ishoralar qilish kerak-da, xullas. Chunki yigitlar baribir ko'chada yuradi, boshqa masalan duch kelgan chiroyli qizga gap otib ketaveradiganlari ham bor-da. Va juda ham g'alati bo'ladi. Bu yoqda sevgan qizi bo'lsa, hozir boshqa mavzuga o'tib ketyapmiz yana. Xullas, aynan yigitlar o'sha nima deydi,
qachonki sevgisi xor qilsa, qizlar отказ qilish ehtimoli ko'proq. Mana 100 ta qiz bor, 100 ta yigit bor. Mana yigitlar qizlarga masalan sevgisi xor qilsa, 10 tasi xo'p deyishi mumkin, 90 tasi yo'q deyishi mumkin-da. Lekin qizlar yigitlarga masalan sevgisi xor qiladigan bo'lsa, где-то 60-70 tasi rozi bo'ladi yigitlar dedi. Lekin yana shunaqa narsa bor, yana shunaqa narsa bor. Albatta haligi balki u kichkina qizchalarda faqat bo'lar yoki katta qizlarda ham bilmadim endi. Lekin bir ustoz aytgandi-da, xullas maktab payti hozir 8 mi 7-sinfmiz. Hozir haligi yigitlar ham qizlar ham sevishasan, boshqa qilyapsan, lekin hozir tanlagan masalan yigiting qizlarga hozir tanlayotgan yigiting ertadan keyin maktab bitirasan, boshqa katta bo'lasan, hayotni ko'rasan, ozgina nima deydi? Senga boshqacharoq xarakterli, boshqa bir turdagi erkak kerakligini tushunasan. Degan narsalar ham aytishganda. Ya'ni bu yoshlik qilib tanlab qo'ygan tanloving ertadan keyin o'zi fikring o'zgargandan keyin yoqmaydi bu tanloving. Keyin o'zi boshqa odam qarashga tushasan. Bu degan narsalar aytishadi. O'shaning uchun hozir tanlama shunchaki, ertadan keyin buni ham ko'nglini yarimta qilib ketmagin degan narsalar aytishadi-da. O'sha narsani men haqiqatan ko'rganim, boshdan kechirganim uchun shu tomonlarini o'ylab aytyapman-da. Haligi bu nima deydi? Hozir boshida aytgan gapimga qarama-qarshi gap-da o'zi. Ya'ni qizlar tanlaversin, yigitlar tanlamasin degan narsani aytyapman men. Plus bu yerda qizlar tanlagani u yoshlik qilib tanlab qo'ygan variant bo'lsang-chi sen, unda nima bo'ladi? Unda qizni ko'ngli bo'lmasa, senda ertadan keyin ko'ngli qolib ketib, prosta sovib, unga boshqacha erkak kerakligini tushunganda sen nima qilasan bu yerda degan narsani ham aytyapman, qarama-qarshi. Shunaqangi murakkabda, xullas. Bu yo'q fizika osonroq bo'lsa kerak menimcha bundan ko'ra. Juda ham murakkab, haqiqatan juda ham murakkab. Lekin albatta ko'pchilik aytadi, hayot aslida juda ham oson, o'zimiz murakkablashtirib olamiz deydi. Bilmadim, men balki juda chuqur o'ylab o'rayotgandirman, juda aslida hayotda bir unchalik ham duch kelmaydigan muammolarni o'ylayotgandirman, yana bilmadim. O'zi qanchalik bu mavzu murakkablashgan sari kimnidir 100 mingta odamdan bittasini ham hayotini bir yaxshilik tomonga o'zgarishiga ishonchim kamayib ketyapti. O'zi odamlar tushunarmikan, men hozir juda murakkablashtirib tashladim-ku deb. O'zi mavzuni o'zi murakkabda. Xullas shuni aytmoqchi edim. Shu taklifni berdim va taklifimga qarama-qarshi o'sha minus tomonini ham aytib ketdim. Yigitlar albatta xohlaydi, albatta masalan bitta qizni, chiroyli qizni ko'rdi, sevib qoldi-da, lekin men o'zim shunaqa pozitsiyada anchadan beri yuribman-da. Haligi majburlash niyatim yo'q-da. To'g'risi, masalan birorta qizga masalan yoqtirib qoldim-da, borib gapirib ko'rdim. Unchalik ham nima qilmadi-da, masalan reaksiyasi короче yo'q degan javobni beryapti-da, haligi xuddiki u ishlar bilan band bo'lib yuruvdi-da, men bu yoqda tap etib boshqa mavzuni olib kelib, boshqa mavzu bilan chiqib kelib, вообще ishidan qo'yayotgandayman-da xuddi. Shunga men o'zimda o'sha payt yomon xijolat his qilaman-da, o'sha reaksiyadan keyin. Xullas, agar masalan
tinimsiz ta'qib qilib, yo'lini to'sib, tinmay gapirib boshqa qilsam, balki haqiqatdan endi 50 ga 50 da, balki rozi bo'laverar, balki men bilan bo'lishga men bilan bo'lishni xohlab qolar. Lekin aksi bo'lsa-chi, masalan, bitta odamni shunchaki tinmay bezovta qilyapman-da, haligi vaqtini olyapman, tinmay shunga o'xshash narsa-da, xullas aytmoqchi bo'lganim. Men nima deydi, judayam bir qattiq yaxshi ko'rib qolgan bo'lsam ham, ba'zida shunaqa bo'lgan, men yo'lini poylab, tinimsiz gapotib yo bir nimalar gapirib yura olmaganman-da. Men shunchaki vaziyat bo'lib qolganda, haligi masalan, bunday ko'z-ko'zga tushganda boshqacha qarasa, bunday xuddiki uni ham menda ko'ngli bordek tuyulsa, gapirib ko'rganman borib. Shunaqa nima deysiz deganimda, yo'q deganda, yuzta xuddi anavi reaksiya yolg'on-da. Tavba qildim. Yo'q, umuman iloji yo'q deganda. Keyin men bilmadim, meni ko'rib shunchaki esiga tushib qoldim. Aslida umuman qizig'im yo'q deb o'ylagandir balki, bilmayman. Balki boshqa narsa bordir xayolida, uni ham bilmayman. Xullas